Assalomu alaykum. Bizni onlayn va offlayn kuzatuvchilar. Biz kundalik ishlarni davom ettiramiz. Biz mana g'ayritabiiy ravishda zalda olyapmiz 30 deni. Oysha opam kelganlar. Bu kishi bugun 9-kuni. Meni anchadan beri kuzatib, mehr qo'yib kelganlar. Yechim topaman, boshqa narsa qilaman deb. Qachondan beri kuzatasiz bizni? Iyundan buyon nedan buyon Voy, 8 oy bo'lib ketibdi. Mana kelaman. Rosa uzoq kuzatibsa, erga tekkanda unchalik qaramagan bo'lsangiz kerak-a? Kuyov bola. Nima uchun kuzatgansiz? Nima bizda qilgansiz? Tizamda og'riq bo'lgan. Belimda Son oldimi? ikkita tizamda. Ikkita tizam o'zida. Ikkita tizamda. Keyin belimda ham og'riq bo'lgan. Belimda endi shamollash deb e'tibor qilmaganman, yuraverdim. Tizamda endi 2018 dan buyon og'riq. Harakat qilib, shu mashqlar bilan bu harakat qilib, shuna qilib yurdim. Keyin shu harakat bilan yaxshi bo'lishini o'shanda tushundim. Sal ta'mini sezdingiz o'shanda. Qachon edi bu? 2018 dan. Ben buyon o'sha qotib qolgandan keyin sekin mana yumshatish boshladingiz, unda ishlatish. Shu yumshatish harakat bilan yumshatib, keyin og'riq yuraversa ham harakat qilsam yengil yuraman. Harakat qilmasam qilmasangiz ham qotaveradi. Qotaveradi. Keyin mana bu yilga 25 ga kelib, o'sha harakat qilsam ham tuni bilan og'rib chiqadigan bo'ldi. Tizam shunday yotsam ham tunda qotib qoladi, og'riydi. Böyle Rahmonjondan so'rasam, böyle bir-biriga tegib yaqinlashib, o'shanda og'rib bergan. Og'rib bergan, mushak yana borgansa kuchsizlanganda, siz uni doimiy ta'minlab bera olmagansiz-da, yetarlicha. Ham yozda ozgina mazam bo'lmadi. Böyle koronavirus bo'lganmanda, o'sha yana yangi o'choq bo'lib, yana qaytalangan ekan. O'sha nima holsiz bo'lib, o'sha paytda tanaga surunkali kasalliklar boshqatdan ko'tariladi, o'tkirlashadi yana. Keyin o'sha yozi bilan shu qiynaldim, oyog'im uyqu yo'q, kunduzi ham o'tirib turish qiyin. Belimniki ham qo'shildi. Turgandan keyin yurib keta olmayman. Shunday qilib yurib, endi kelishga ham, berga ham o'zi birdan kelib bo'lmaydi. Puli bor, vaqti bor. Kutib, mana hozir taqdir qilgan ekan. Shu paytga to'g'ri keldi. Xo'p, o'sha mashq qilishdan to'liq o'rgandingizmi endi hozir? Oson ekanmi? Oson, endi to'g'ri. Siz buni oldin o'zi ta'mini sezgansiz. Sezganman, endi menga faqat to'g'ri bajarishni o'rgatdi. Keyin mana uyda yo'q mashqlarni, mana bularni ko'proq bajaray. O'shalarni qilay dedi. Yana ham o'rganay, baquvvatroq. Shu yerda shug'ullanib ketay. Uyda mana bunaqa rezinkalar olib, mashqlar bilan hozir pashta 1,5 oylardan buyon shug'ullanib. Zo'r. Noto'g'ri mashq. Mana sonni oldidagi og'riqlar ketdimi? Ketgan, og'rimaydi. Yo'q-a, umuman. Mana u qolab yo'qotib yubordiz uni o'sha. Yo'qotganman. Men ularga uni qildim, og'rimaydi, hech joyim og'rimaydi. Mazza ekanda sizga? Yo'q, u mazza, faqat tizam og'riydi. Keyin mana buni nimalarni ham bemalol bajaraman. Oyog'ini ko'tarib yondoq qilishdan. Yonlar hammasini bajaraman, aylantirishni ham bajaraman. Faqat o'zimni tik tutib, tikka turib bajarishga kuchim yetmayapti. Kuchingiz yetmayapti. U belda stenozim kuchli. Hozir endi bu yoqqa kelishdan maqsad demak bitta tekshirib ketmoqchi bo'lgansiz. Tekshirib o'sha to'g'ri. Atak kelmasdan turib davolash mumkin edi. Mumkin. O'zi uncha-muncha davolab qo'ygansiz kelmasdan. Endi kurs sotib olmoqchi bo'ldim. Yana men aytdim, o'sha tizam bo'yicha siz aytdingiz-ku, nima plazma qo'yib, yog' qo'yib qilish kerak bo'lsa qilish kerak. Balki shu kerakdir menga. Endi sotib olasiz, borib turib. Endi sizga yo'riqchi kerak bo'ladi. Endi qaranglar, prosta kelmasdan turib ham ozgina o'zinglarni mantiqiy fikrlash ishlatib ham chiqib ketsa bo'ladi. Bu kishi o'zi 70-80% holatda shu yoqda chiqib kelgan. Nimadan? Faqat men ko'rsatgan mashqlardan, tushunchalardan to'g'rilagan. Keyin kelib davolandilar. Endi kurs olsa ham bo'ladi. Kimdir kurs olib ham chiqib ketyapti, kelib yotishga kelmayapti. Kimdir olib kelib yotyapti ham. U ham, bu ham bo'laveradi, farqi yo'q. Muhimi harakatdan to'xtamanglar. Muhimi harakat qilinglar va to'g'ri ovqatlaninglar bo'ldi. Nimalar o'zgartirdingiz? Nimalar noto'g'ri qilyapsiz ekan bu yoqqa? Ovqatlanishni yoki bo'lmasa, ana u tushunchalarda bironta narsa qolib ketgan joy bor ekanmi? Ovqatlanish endi har doim shu nimada ovqatlanganman. 3 mahal ovqatlanaman. Iloji boricha boshqa vaqt yemayman. Ertalab turgandan suv ichaman. Keyin suv ichib yuraman boshqa vaqtlari. Obeddan ertalabdan tushgacha suv ichib yuraman. Undan keyin kechgacha suv ichib yuraman. Endi lekin bor endi bilmagan narsalarimni o'rgandim. Shu to'g'ri harakat, mana bu mashqlarni to'g'ri bajarish. Yo'q, ishqib hozir mana tursam, hozir endi bemalol yurib ketyapman. Keyin ham endi turib keta olasiz bemalol. Turib bemalol yurib keta olaman. O'tirsam, turgandan keyin bir 5 minut yura olmay qolardim. Oldin. Mana shu yerim og'rib qoladi. Qotib qoladi, ushlab qoladi. Og'riydi mana shu yerim. Yo'q, og'riydi. Mana shu yer bilan bu yil shundan qiynaldim. Mana shunday og'riydi. Yonboshdan tortadigan og'riq bu o'sha juda bu yoqqa kanal stenozdan yuzaga keladigan og'riqda. Mana shu yerda o'zi.
Mana shu yerda o'zi pastga oyoqqa tortmaydi. Hmm. Yo'q, hozir yaxshi, endi keyin ham yaxshi bo'lib ketar. Albatta yaxshi bo'ladi. Harakatdan to'xtamang. Necha yoshdasiz? 66 yoshga mana bugun hozir tavallud kunim. Maşallah. Bugun bizda nima ekan bugun? Dayram ekan, tortimiz ham bor ekan. Xudo xolasa, shirlagan ekanmiz bu xursandchilik qilib. 66 yoshda bu harakat zo'r. Bu tanavazni o'zi ideal. Bizni xafa bo'lmaylik, biz boramiz shuda. 50 yoshdan keyin shundoq qari ham, chol ham, kampir ham qo'yib yuboradi, ketdi nariga. Xohlagancha eniga, bo'yiga, yonboshga o'sib ketaveradi. Rahmonjon ham aytdi, sizda yutug'ingiz ozg'inligi. ozg'inligingiz. Agar hozir semiz bo'lganda tizdagi muammo juda og'ir darajada bo'lardi. Chunki Yutug'i ozg'inligi hozir. ancha yil bo'lib ketdi-da, chunki boshlanganiga. Agar o'sha payti bu ana bo'lganda, balki butunlay yaxshi bo'lib ketishi mumkin edi. Mana shunday davolash kurslari bo'lganda. O'sha paytda yaxshi doktor topolmadimmi, uchramadimmi, bilmadim endi. Oxirigacha aytmagan sizga uni. Yo'q, hech hatto MRTga tushing, nima bo'lganini ham aytgan yo'q. 3 marta yotdim o'zi. Davolashdi, davolashadi, nimaligini ham aytmaydi. Shunday davolashadi, chiqib ketaman. Bunaqa tushuntirmagan sizga. Yo'q, tushuntirgan ham yo'q. Hatto MRTga tushib keling ham degan. Hop, endi siz tushundingiz, bildingiz. MRTga tushishni ham o'rgandingiz. Kasallik qayerdan paydo bo'lib, qayerdan yo'qotishni o'rgandingiz. Uyda endi tartib o'zgartiryapsizmi? O'zgartirib bo'lganman. O'zgartirib bo'ldingiz-a? Ovqatlashni o'zgartirib bo'ldingiz. Hamma nasmina qani turamang mashq qildingizmi? Ularga ham, bolalarimga ham endi qizim ham ishlaydi, nima charchasang ham mashq bajar desa. Bajarib yot. Bajar deb unga ham anav qilaman. Ha. Shuni Qilish kerak-da shuni. Qilish kerak. Shuni qilish kerak. Zo'r. Xursandman. Shu. Bu Alloh taologa oson, buni birovga mehrini tushirib qo'yishligi. Bizga shu e'tiborni qaratib qo'ygandan Allohga hamd aytamiz. Mana shu ta'limingiz, bergan o'gitlaringizni olib, to'g'riligini tushunib. Rahmat. Rahmat sizga ham, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Mehnatlaringizni rohatini ko'ring, farzandlaringizni rohatini ko'ring. Biz ham dam olaylik. Duosini olib berish. Inshaalloh. Shu o'sha sizlar qiladigan duo, oddiy xalqni yoki puli yo'g'ini, kelolmayotganini tanlov qilib to'g'ri ovqatlanmayotganini hech bo'lmasa Alloh taologa osonda qaysidir sababdan kimlardir dunyoda ushlab turadi-da. Balki shu narsa bor deb turib biz yana ishga g'ayrat qilamiz, yana kirishamiz, keyin shularga tekindan ma'lumotni berib deymiz. Mana shu hozir 1 soat dars bo'ldi, ko'rdingiz. Bunaqa o'tirmaydi buncha odam. Tushuntirib ham bera olmaydi, o'zi o'tirmaydi, vaqtini ham isrof qilmaydi u narsaga. Biz alhamdulillah shularga borsin deb tekin master klass chiqaramiz, mana MRTdan chiqaramiz, o'rgansin, o'rnak olsin deb. Rahmat, bir bizni shogirdimiz sifatida yoshingiz ulug', lekin ishimizni davomchi sifatida uyingizda davom ettirishingizni tilab qolamiz. Siz uyingizni himoya qilib bering bizga. O'zingiz, turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz, nevarangiz, hammangiz harakatdan to'xtamasdan to'g'ri beringlar. Jamiyatda shu bo'g'ini, shu oilasi tinch bo'lsin, shu og'riqlardan hammasiga har kim o'zinikini qilsa-ki, bu muammodan qutulamiz. Hammaga aytaman, ozinglar, singillarimga ham, ozinglar, to'g'ri ovqatlaninglar. Maza qilasizlar. Maza qilasizlar, harakat qilinglar. To'ppa-to'g'ri. Mana shuncha yildan buyon u birinchi og'riq 3 yil rosa qiynalganman. Hatto men buncha tosh bo'lsa ham o'shandan o'tib keta olmaganman oyog'imni ko'tarib. Qiyin-da. Oyog'imni birovni oyog'ida og'irdi. Yura olmasdim. O'shanda ham yotib qolmadim. Bir 1000 metrlab bor bog'chani orasi, shu harakat qilsam yaxshi bo'laman derdim-da. Yo'qdan chiqardim, nevaralarimni olib kelishga, yarmiga yetgandan keyin charchab qolib telefon qilardim, chiqarib yuboringlar deb yo'qdan kutib olib. Kelguncha charchab. Hozir yo'q u narsa. Yo'q, hozir yo'q. Siz necha kilometr yurasiz hozir? Necha kilometr yurasiz? Anchadan buyon yurmay qo'ydim. Boyagi siz nima bo'lgandan keyin yuravermang, yedirilib ketadi battar deganingizdan buyon mashqlar qilaman-u, ko'p yurmay qo'ydim. Lekin yurganda 3 kilometrga chiqdingizmi o'sha yurgan paytda? Yursam yurib ketaveraman. Oldingidek toliqish yo'q. Yo'q, endi u paytda boshqa og'riq boshqacha edi, bilmayman, tushunmayman u og'riq. Hozir yo'q endi u. U og'riq keyin yo'qoldi, mana shu mashqlarni o'qigandan keyin yo'qoldi. Faqat tizzani ichida zirqillab og'rish bo'lardi. Mana yurgan paytda tegadi-ku, o'shanda og'riq bo'ladi. Tushunarli. U og'riq boshqacha edi, bilmayman u nimadan bo'lgan. Uni tushunmayman. Yo artrit bo'lganmi, birinchi anusda. Endi Xudo biladi bu paytda. Xudo biladi endi. Zo'r, muhimi zo'r. Xursandman. Inshaalloh harakat qiling. Harakat qilyapman. Biz doim yordamga tayyormiz. Internetda kuzatib turasiz, to'xtamiz. Turaman. Kerak payt telefon qilib turaman. Albatta, salom bo'lasiz. Ko'rdinglar, oson hammasi. Bitta Oysha opam misolida 18-yildan beri 3 yil davomida qiynalib, keyin bizni 7-8 oy kuzatib, biz bilan 7-8 oy hamrohlikda o'sha aytgan narsani qilib turib ham o'sha 70-80% o'zgarish bilan kelib, uni tasdig'ini pechat bilan olib ketyaptilar, bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Siz ham o'tiribsiz menga qarab, hozir bunga ko'rsatuvning nechtasini ko'rdingiz. Lekin bironta harakat qilmadingiz. Turing endi, ko'tariling.
semiz bo'lsa ham ozg'in bo'lsa ham ko'tarilib ozgina bundoq rezinkani bo'lsa ham 3 dona rezinkasini bo'lsa ham xotinning ro'molni bo'lsa ham yoki eringizni uzun kiyimli bo'lsa ham tortib nimaga bog'lab turib harakat qiling. Harakat qiling. Harakat qilmasangiz tizza og'rig'idan, sonchonoq og'rig'idan, bel, bo'yin muammosidan, hatto tomon shporasidan qutula olmaysiz. Bular umurtqa pog'onasi bo'g'im kasalliklari yotib, oyoqni tepaga ko'tarib olib davolangan kasallik emas. Bular harakat bilan davolangan kasallik. Omon bo'ling. Bizdan uzoqlashmanglar. Bizni YouTube'dagi efirlarga yoki bo'lmasa Telegramda, Instagramdagi like bosib, bir izoh yozib, bir qo'llab qo'yinglar. Sizlardan biri pul so'rayotgani yo'q. Shunda ham podesha qilinglar. Omon bo'linglar. Bizdan uzoqlashmanglar.